Boshlariga assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Yana bitta ustonoka joylarini yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Chilay shaharchasi. Adashmaydigan shu ana Kampir o'ldi degan bitta mahalla bor ekan, nomi boshqacharoq. Ana shu Kampir o'ldi mahalladan bir 2 kilometr, 3 kilometr berida Xudo xolasa mahallaga kelamiz. Mana sizga mebelimiz. Opka mebelimizni ko'ring, Xudo xolasa boshladik. Xo'p, mana bir razmerdan aytamiz. Razmeri mana buni uzunasiga, mana bunaqasiga, ya'ni eniga bo'ladi sizlar uchun. Eniga 85, balandligi 240, 245, 1-2 sm plus minus bo'lishi mumkin. Ichlari 40 sm bo'ladi. Mana bu tarafdan ham idishlaringiz ko'rinadi. Mana bu tarafdan ham idishingiz ko'rinadi, hisobini olasiz. Yuzaq qismi o'ymali oyna bo'ladi. Mana sizga. Materiallarni so'raganlarga material 90% joyi MDF bo'ladi. Faqat mana shu polkasiga laminat ishlatiladi. Laminat ham yomon narsa emas. Hisob kitobingizni olib ko'ring mana. Ana qilsangiz, shilsangiz shilinmaydigan narsa bo'ladi. Narsa bo'lsa, eshiklarni yopasiz. Eshiklar har doimgidek vakuumli holatda bo'ladi mana. Ishlov berishini ko'ring. Shampan svet rang, xohlasangiz, ya'ni mana bu qaymoq svet, mana bu shampan svet bo'ladi. Xohlasangiz boshqacha svet, boshqa svetsiz hammasini nasib bo'lsa qilib beraveramiz, muammosi yo'q bo'ladi. Mana sizga. Oyoqchalarini ko'ring, nasib bo'lsa chiroyli qilib o'rnatib berib ketyapmiz. Endi tushundingiz-a? Mana bu 85, mana bu 135, bunisi ham 85. Uyingizga holatiga qarab ham yasab beramiz, faqat iloji bo'lsa shu razmer o'zgartirmasangiz yaxshi bo'ladi. Sababi razmer o'zgartirsangiz bir ikki narsalarimiz adashib qolamiz, shuning uchun razmerni o'zgartirmasdan mana shunday holatda zakaz qilsangiz, xudo xolasa chiroyli bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, ichlarini ko'rsatamiz. Mana sizga ichlari. Biri o'rtasi, oshxomoshlar 3 tadan, 2 tadanligiga aldanib qolmanglar. Vakuumli holatdaligini aytdik. Oyna polkalari qalin, mana qo'lda kesib ketmaydigan. Orqa taraf kuzgu bo'ladi. Kuzgumuz nima bo'ladi? Kuzgumuz yavlut kuzgu, bu o'rtadan bo'lingan bo'ladi. Mana ko'ringizlar, chizig'ini menimcha ko'rindi. Buni shu holatda olib kelib bo'lmaydi. Sababi buni mashinaga sig'dirib bo'lmaydi, buni ortib kiyib bo'lmaydi. Shuning uchun yo'l uzoq, sinib qolishi mumkin. Shuni hisobini olib, o'rtasidan ikkiga bo'linadi. Hech qanaqa sizga ziyoni tegmaydi. Oshmoshlar har doimda aytganimizdek, vakuumli tojini qarang buni. Uyga ham lekin ishoning rosa ham yarashib tushdi. O'zimizga ham yoqtirib hozirgi holatda. Gilamlar, pardalar hamma narsasi mana ideal holatda. Xo'p, mebelning narxiga o'tamiz. Mebelning narxi 6 million 800 ming so'm. Oz-moz o'tib beradigan joyi bo'ladi. Dastavka ustanovkasi mutlaqo bepul. Jizzaxga, Sirdaryoga, Samarqandgacha, ya'ni 150 kilometrgacha. 150 kilometrdan keyin hisob kitoblaringga ozroqgina pul qo'shiladi, o'shani hisobroq inobatga olib qo'yasiz. Zakaz qilasiz, 3 kun, 4 kunda zakazingiz xudo xolasa tayyor bo'lib yetkazib beramiz sizga. Zaklat berasiz, oldindan 300 ming so'm, 500 ming so'm zaklat berasiz, zaklatingizni qabul qilib, keyin xudo xolasa mebelimiz uyingizga olib borib, chiroyli qilib mana shunday o'rnatiladi. Xolajon, o'zingizni ko'rsatmayman, sherdasiz. Hammasi rostmikan o'sha aytilgandek? Rost. Ana uyda o'tirib zakaz qildingiz. Uyda o'tirib zakaz qildim. O'sha ko'rgan narsangiz o'zimikan? Shu. Endi aytishadi-da, aldab ketadi, unday qiladi. Sizdan baribir bir marta o'tgan baribir, o'tmadimi? Yo'q, aldab ketadi demadim. Hozir 21-asr. Xolam nechaga kirdingiz? 74 ga. 74 yoshda xolam o'zlari zakaz qildilar. Mana sizga. Xudo xolasa, o'sha gap, zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, nomerlar qoldirilgan, aloqa chiqarasizlar. Jizzax, Samarqandgacha, dastavka ustanovkasi bepul, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda nasib bo'lsa qilib beramiz. Tamom.